Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Yana bir son o'pkamiz o'zlarimizning Xazaris tumanida bo'ldi. Kuxunli mebel ishlab berdik. Budjetli variantda ko'rishingiz mumkin. Kuxunli mebelimiz mokriy svetda bo'ldi. Stollar ham yaxshi stollardan bo'ldi. Kuxunli mebel tanlaganda shu narsalarga ahamiyat berishingizni tavsiya qilaman. Kuxunli mebelda eng ko'p muammo bo'ladigan narsa, agar sizlar baland qismini kichkina ixcham bo'lsam, arzon variantda ishlatirsanglar, shu qo'yiladigan narsadan yaxshi narsalardan qo'yishni tavsiya qilaman. Birinchi navbatda hammada muammo bo'ladigan stol qismi bo'ladi. Stollari chishib ya yuz qismi qo'polib qolishi mumkin. Yaxshi stollardan qo'ysanizlar, umri uzoq bo'ladi. Bu stollarimiz Eran stollari bo'ladi, indek bo'ladi, dispo bo'lmaydi. Ikkinchi muammo bo'ladigan narsasi mexanizmlar bo'ladi. Shu narsa mexanizmlarda ko'p odamlarda e'tibor bergan bo'lsalar, mexanizmlari tushib qoladi. Yaxshi mexanizmlardan qo'ysanlar, mexanizmlari do'tchikli bo'ladi. Turkiyaning firmasinikini. Yana bir muammo bo'ladigan bu yerda tortma qismi bo'ladi. Bunga biza prostoy mexanizmimiz, tandem mexanizm qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin, skritni bo'ladi. Mexanizmimiz 30-40 yilgacha garantiya ko'taradi. Ichki qismlari panel olmaydi. O'zining materiallar, laminatlardan bo'ladi. İçki qismlardan shu narsalarga ahamiyat berishni tavsiya qilaman. Puxa plastik qo'lda bosilgan kromkadan umri uzoq bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Qo'pol bo'lmaydi. 100% puxa plastikdan ishlaganmiz. Shu yerlarga ahamiyat bersanglar, mebelningiz uzoq muddatga xizmat etadi. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar.